Men og'zimdan yeyolmayman. Yegim keladi. Tuzalib ketishimga, operatsiya bo'lishimga, sutimga ham pul yo'q. Dardam ham yo'q. Siz qornidan ovqat yeydigan bola haqida eshitganmisiz yoki ko'rganmisiz? Ushbu bolachani 5 yildan beri biron marta tomog'idan ovqat o'tgani yo'q. Bir tomchi suv ham o'tgani yo'q. Noinsof kundoshi bu opadan qasd olish uchun bolachaga birinchi pivo bilan aroq ichiradi. Uni orqasidan kislotani quyib yuboradi. Natijada bolachani butunlay qizil ungacha kuyib ketadi. Hozirda umuman hech nima yeya olmaydi, faqat qornidan suv hamda sut ichadi xolos. Do'stlar, 7 yoshli Muhammad Alini barcha qog'ozlarini, analizlarini Hindiston hamda Turkiyaga tashladi. Ular davolasa bo'ladi deydi. Yana ichagidan kesib olib, qizil ungach yasashar ekan. Faqat buning uchun kattaroq summa so'rashdi. $30,000 ko'proq. Keling, mana shu bolacha ham sog'ayib ketsin boshqa bolalar singari. Ekranga opani karta raqamlari hamda telefon raqamlari, manzillarini yozib qo'yaman. Bemalol, bexijolat ehson qilishingiz mumkin. Har bir qilingan ehsonni achotini bemalol berib yuboramiz. Istoriyada, videolarda. Agar moliyaviy jihatdan imkoningiz bo'lmasa, mana shu videoga like bosib ham, kommentariyaga chiroyli duo qilib yozib qo'yib ham videoni unta yaxshi insonlarga yuborsangiz, shundan katta yordam qilgan bo'lasiz.